同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们要学习的是第8单元阿里木在医院。那我们都知道，在这一生当中，人呢是没有不生病的。Namimiz bilimiz, mush hayatımızda ağrımaydigan, kesel bo'lmaydigan insan yok。那么我们去医院的时候，我们会遇到哪些问题？那我们应该怎么去告诉这些医生自己哪里不舒服？那我们去哪里挂号？等等等等。Mush doktorxonaga borgan vaqtimizda doktorga nima deymiz? Naga berib numara alamiz? O'zimizniki kesilimizni qanday ifodalaymiz? 那么这些东西都是需要我们去学习的。Mushlarning hammasi o'rganishga tegishli bo'lgan mazmunlar. Unda bo'lsa biz mushu mazmunlar bilan bugungi darsga bir atlansak, avval biz oldin qetim mushu 7-darsda o'rganib bo'lgan bir mazmunlarni qanday bir takror qilib o'tib ketaylik. 在第7课我们所学的呢是自我介绍，还有这个体检的一个流程。ikki narsani nishon qildik. Birsi o'zini tunishtirish, yana birsi mushu salomatlik tekshirishninki mundaq bir qadar jarayoni. 那么 avval mushu 自我介绍ga qarab baqsaq, o'zimizni tunishtirganga qarsak, birinchidan biz mushu o'zimizni tunishtirishni jami 4 bo'limga ayirdik. Birinchisi 应酬式。应酬式deganimiz ya'ni eng oddiy o'zimizni tunishtirish. Buningda faqat o'zimizning ismimizni deb qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, 比如说我叫 Sekila Asghar 或者是我是 Sekila Asghar desak 就可以了啊。这是第一种应酬式。那么第二种是工作式，工作式那就是mushu xizmat so'rovlarida o'zimizni tunishtirish。那么在这个工作式的自我介绍当中，我们要介绍的内容呢，一个是自己的姓名，第二个是自己的这个工作，而且要以工作为主。那么hozir deganimiz mushu xizmat so'rovlarida o'zimizni tunishtirgan vaqtimizda ikki narsani nuqta qilamiz. Birinchisi o'zimizningki ism familiyasi, ikkinchisi 就是我们的工作, ya'ni o'zimizning xizmati, shu xizmat ustidagi vazifamiz. 好，那么比如说 我是中国联通公司客户经理degan bo'lsak, nima? Men Jungo Birlashma xabarlashish shirkatininki mushu xaridorlar mulozimat qilgan nima? Direktor, 经理 deganimiz direktor bo'lib ma'lum. 那么这就是我的一个简单的自我介绍bo'lib ma'lum. 那么第三种就是交流式。交流式就是aloqa qilishni maqsad qilib turib mushu qilgan o'zini tunishtirish. 交流式自我介绍，我们的目的是什么？mushu aloqa qilib turib boshqalarga o'zimizni tunishtirgan vaqtimizda bizningki maqsadimiz nima desak, qarshi tarafga bir cho'nqur ta'sir qoldirsak, andan keyin o'zimizni bir unutib qolmasa, kelar qitim bizni ko'rgan vaqtida esiga ola olsa, "Ey, ma palonchiti" deb bilsa deb o'ylaymiz. Shuning uchun mushu 交流式 boshqalar bilan aloqa qilib turib turgan vaqtimizda diqqat qilgan nuqta nima desak, 你它的内容 mazmuni 首先要包括你的姓名, o'zingizningki ism familiyasi cho'qim bo'lish kerak. 那么 uningdan boshqa qolgan mazmunlar 都是 ixtiyoriy. Bizning shu o'ylaganimizningki nimani o'ylagan bo'lsangiz, shunday desak bo'ladi. Masalan, 我的名字叫什么什么 yoki bo'lmasa 我是谁谁谁 desak bo'ladi. Uningdan boshqa 我今年多大? 比如说我今年20岁, bu yil men 20ga kirdim deb o'zingizning yoshingizni desangiz bo'ladi. 那么我在新疆大学上班, men Xinjiang universitetida ishlayman. 那么 bu biz o'zingizniki xizmat o'rningizni desangiz bo'ladi. 那么 uningdan boshqa 你的爱好, 我喜欢, 比如说我喜欢旅游, men sayohat qilishga amroq. 那就是o'zingizniki qiziqishingizni desangizmi bo'laveradi. 那么这个是交流式的自我介绍啊，交流式自我介绍。第4个是礼仪式，礼仪式，那就是 murasimlarda o'zimizni tunishtirgan. 首先bu murasim degan qandaq sal bir mundaq dag'dug'uliq, andan keyin intayin
köp adamlar o'tiradigan bir so'rin bo'lib mangdu. 那么李氏自我介绍的时候，第一肯定还是要包括你自己的姓名 o'zimizniki ismini deymiz 然后就是你的单位 那么 o'zingizniki xizmat o'rningizni desangiz bo'ladi eng oxirida ko'pinchisi 我们会加一些比如说很高兴认识你们 deb mundaq deymiz agarda qarshi taraflar shu ko'pchilik bo'lib qolgan bo'lsa 我们会说大家好我是谁谁谁 deb turib boshlaymiz 这个呢是自我介绍一共是4种不同的场合 要采取不同的自我介绍 o'xshamagan so'ringa kelgan vaqtimizda o'xshamagan holatda o'zimizni tunishtirishimiz kerak masalan 我现在要是交了一个朋友 bir odam bilan do'st bo'lib 我们俩做个朋友吧 dedik 那ikkimiz do'st bo'lib qolaylik deb 好那我们现在开始交流 hozir paranglashni boshladik 我叫Shakila Asqar 然后还有呢就是没了 tugadi desek 那么这个时候会怎么样 那就没办法再聊下去了 bu parangni mishada o'tirib qo'ydik degan gap 就把天就聊死了 就没办法再聊了 所以呢 再或者再换一下 yana bir almashtirsak masalan hozir men xizmat o'rinda aldirash turibsam siz mening ismim palonchi anandagi mening yishim manchiga kirdim yoki bo'lmasa men sayat qilishga amroq gitar chalishga amroq deb niyo shu这么详细 bundaq tafsili so'zlasangiz u vaqtida mangimni tetimaydi nimishqa desak 我现在很忙很忙所以呢 mushu ig'iz tilini o'rgangan vaqtimizda 你要注意的不光是你说的话要对 gapingiz to'g'ri chiqishlam emas hamda 你要注意你自己的这个说话的这个场合说话要有一个策略策略什么时候该说什么话 deganni bilishimiz kerak 好这是我们上次学的自我介绍 ikkinchi nuqta 是一个体检的流程 体检deganimiz mushu salomatlikni tekshirish 首先qo'limizda bir 体检表 bo'lishi kerak 体检表 jadval bu jadvalni nega berib olamiz 是体检登记室 体检登记室 体检登记室 是 mushu salomatlik tekshirish tizimlash xonasi o'sha yerga kirib 体检表ni ilib 去交费 pulini topshiramiz pulini topshirib bo'lgandan keyin qaytib kelamiz 然后他会问你一些这个病史 病史 那就是 kasal bo'lgan tarixingizni bir so'raydi burun qanday kasallar bo'lib baqqan deb 那么 bularni so'rab bo'lgandan keyin 然后再开始去体检 那么体检我们一般情况下 第一个 birinchi ulab qildig'imiz 就是采血 采血就是 qon elish birinchi ulab qildig'imiz 而且要注意这个采血的时候是不能吃饭的 tamoq yemay turib 要采血 那么第二个是这个 B 超 B 超 那么 B 超这个我们也知道 B 超完了之后 会有这个 尿常规 尿常规 那么就是 kichik taratni tekshirish 还有其他的比如说什么肺功能 o'pka iqtidori 还有我们的这个听力 anglash iqtidoringiz 视力 ko'rish iqtidoringiz 嗅觉 mushu pura sezimingiz 还有其他的一些内容 这些都是一个体检的流程 mushularning hammani qilib bo'lgandan keyin eng oxirida 你要把这个体检表 交到体检登记处 yana mushu tekshirish mushu jadvalni shu dastlabda siz jadvalni olgan yerga berib topshirib o'tishingiz kerak 这是我们体检的这个流程 好这些内容呢都是我们上一节课所学过了的 那今天我们来看一下 第8课我们都要学习一些什么东西 首先在讲这个第8课之前 我们呢把我们的这个 已经学过了的生词 再跟着老师读一遍 好 onda xo'sa boshladik 挂号 挂号 医务人员 医务人员 科 科 内科 内科 出示 出示 身份证 身份证 舒服 舒服 开始 开始 头疼 头疼 发烧 发烧 浑身 浑身 难受 难受 呕吐 呕吐
或者拉肚子，体温，摄氏度，验血，拿，化验单，化验室。好，上面这个呢是我们之前已经学过了的生词。那接下来我们来看一下我们的课文。一样，在看课文之前，我们先来看一下我们的小视频。Әмді біз yuqorida mushu ügünüp bo'lgan so'zliklarni bir takror qilib o'tdik. Әмді qilgan ishimiz mushu tekstni so'zlaymiz. Tekstdan burun biz o'zimizniki mushu kichik filmimizni bir ko'rib olsak, unda xulosa diqqatinglar ekranda bo'lsin. 您好，我挂个号。挂什么科？内科。请出示您的身份证。你好，怎么了？哪里不舒服？昨天晚上开始头疼、发烧，浑身难受。有没有呕吐或者拉肚子？没有。好，我看看，体温39摄氏度，是发烧了。你先去验血，拿上化验单再来找我。化验室在3楼。好的，谢谢医生。好，那么刚才我们已经看完了我们的小视频。Bayan biz mushu kichik filmni bir ko'rib bo'ldik. Endi mushu filmdagi mazmunlarni, ya'ni bizniki mushu tekstimizni bir tafsili bir ko'rib olsak. 首先故事场景 bu ish nalarda yuz beryapti. Alimu 突然觉得不舒服 Olim qanday his qilyapti? Beharamlik his qilyapti. 来到医院做检查 那就是 Olim og'rib qoldi, doktorxonaga keldi. 那 demak Olimniki mushu doktorxonaga kelish degan mushundaq bir tekst bilan boshdan oxirigacha o'zimizmi qanday ifodalashni bir o'rganib olsak demoqchi. 那我们来看一下。Ali mu 首先去挂号去了，你们是qilib beribdi nomer og'ili. 那么他说您好，我挂个号。nomer olgan vaqtimizda men bir nomer olay degandim desak, 我挂个号。agarda sal uzun gap taza esimde qolmadi desak, beriblam 挂号 desingizmi bo'ladi. 你可以直接说挂号。然后他会问你挂什么科 qaysi bölümge nomer alasiz 挂什么科。那么阿里木在这里挂的是什么？内科 ishki bölümge optu 内科。然后医务人员说的是请出示您的身份证。出示degan ko'rsatish 身份证 kimlik 那就是 kimligingizni bir ko'rsatgan bo'lsangiz。一般情况下现在呢就是不管我们去看病 kesal ko'rgili boraylik yoki bo'lmasa做其他的事情，我们都要带上自己的身份证。Chunki kimligingizni olgan vaqtingizda mushu kimlik orqali sizga mushu 就诊卡 dan birni berib beradi. 就诊卡 deganimiz 就是shu kesal ko'radigan karta. Pulni shu kartaning ichiga solasiz, 那么你去看病，那么这个 pul to'laydigan vaqtimizda 就可以直接就是画你的这个就诊卡就可以了。好。在这里阿里木挂完号了，挂号呢mushu nomer olmay deganni 挂个号 yoki bo'lmasa 挂号。那么 qaysi bölümge nomer olasiz desak 挂什么科 deb so'raydi. Endi ostiga qarasak 挂完号了之后我们要去找医生。nomer olib bo'lgandan keyin doktorning oldiga boramiz. Doktor bu yerda mushu doktor bilan olim ikkisiniki bir paranglashgan 对话 ekan. qarab baqsak 你好，怎么了？哪里不舒服 debdi. yaxshimisiz? nim bo'ldingiz? naringiz bearam bo'ladi. 怎么了 是 nim bo'ldi degan ma'noda. nim bo'ldi. qanday deymiz? 怎么了 naringiz bearam bo'ladi deganni 哪里 qayer 就是哪里不舒服 舒服 degan rahat lekin 不舒服 bo'lsa bearam bo'lish deganni bildirdi. 哪里不舒服？那么阿里木说昨天晚上，昨天我们已经学过了啊。昨天晚上开始头疼、发烧、浑身难受。那么tunigun kechdan boshlab beshim og'rib, andan keyin发烧、qizib, 浑身难受 butun badan 浑身就是全身的意思啊。浑身难受，难受bearam bo'lish。
那么azır biyaran buluştun ikkisi çıktı. Birisi bu şufu, yani birisi 难受。那么üstüde 哪里难受 deb sorusu bulamdı. 可以qayeriniz biyaran bulatıdı degeni 哪里不舒服 desek mi buludu? 哪里难受 desek mi buluverdi. 然后医生说有没有呕吐或者拉肚子？呕吐 kusuş. 那么拉肚子 iç sürüş. Na muştaq ahvallar var mı yok mu deb soraptı. Var mı yok mu deb durup sorasak 有没有 deb durup sorayımız. 这是一个。那么呕吐是什么呀？就是 kusuş. Lekin odatda kusqum kelyapti degan vaqtimizda mushu 呕吐 deb tan qo'shab deb ketmaymiz. 我们一般就说我想吐。我想吐，那么kusuvettim degan bo'lsak，我吐了deymiz。但是在医院的时候，在doktorxonalarda，医生呢他都会用一些医学用语啊。那么这时候他会说是这个呕吐。好，安登阿里木说的没有，那就说明他没有呕吐，也没有拉肚子，不kusmabdu ham这个심 surmabdu。然后医生说好，我看看，man qarab baqay。Andın bu kankanның kayında 6 tal çekit durdu. Bu çekit nemini bildirdi desek muşu jarayanni. Doktorniki muşu köygen jarayanni. Belki ağzınızı için degende比如说你把嘴巴张开，我看一下你的这个扁桃体啊，digisi doğada da doktorxonaga barsak. Andan degan 可能会看一下你的眼睛，көзіңізге还有这个舌头тіліңізға қарап бақыды. 那么这些就是这个过程。那么这个呢我们就省略了. Qisqartib aytdik. 体温39摄氏度. Özümüzdeki temperaturusun degan vaqtimizda beden temperaturuni 体温 deymiz. Temperatur是这个温，那 beden temperaturu 我是体温，那 havaning temperaturusi bo'lsa就是气温啊，气温。那么体温是39摄氏度. Ma belgininki hansı o'qilishi 摄氏度bo'lib chiqishi kerak. Gradusni 摄氏度 deymiz. And then 是发烧了的。那我们正常人odatda normal vaqtimizda 我们的体温应该是 36.5 36 yerimdan 37 atrofida bo'ldi. 那39应该就是发烧了。qizib qoldik degani 发烧。好，你先去验血，拿上化验单再来找我deydi. Avval nima ish qiling验血. Qon tekshirtding. Qiyningizni tekshirtib bo'lgandan keyin bir jadval chiqarib berdi ғой. Shuni elib meni oldimga keling debdi. 那么化验室在3楼. Mushu qon tekshiradigan qayerda ekan? 3-chi qavat ekan, 在3楼. 好，最后阿里木说的好的，谢谢医生。那么在这篇短文里面 Butik 的阿里木他呢先去挂了号，然后去见医生。Doktorni ko'rgan vaqtida他怎么了呢？就说了一下自己现在的情况， o'zininki hozirgi ahvolini doktorga berdi. 那么现在医生是让他去检查身体，buningga berib mushu ma'lum masalan qon deymiz, qog'oyalarni tekshirib kel deb buyuribdi. 这是一般我们在医院的一个流程. Odatda doktorxonaga borgan vaqtimizda mushundaroq bir tartib bo'yicha boramiz. 那下面呢，这个同学们跟着老师一起把这个课文读一遍. Men miyada o'qiyman, siz tuvanda turib menga ergashib o'qing. Unda xusu boshildik. 您好，我挂个号，挂什么科？内科，请出示您的身份证。你好，怎么了？哪里不舒服？昨天晚上开始头疼、发烧，浑身难受。有没有呕吐或者拉肚子？没有。好，我看看。体温39摄氏度，是发烧了。你先去验血，拿上化验单再来找我。化验室在3楼。好的，谢谢医生。好，那么这个是我们的什么呀？课文。那根据这篇课文，那同学们想，今天我们的目标会是什么呢？那么bu tekstga asosan bugungi bizning nishonimiz nimada? 好，bugungi nishonimizga qarab baqsak是什么呀？整式分类及常见疾病. 那就是mushu bütün bölümlerini qaysi mushu türlerge ağrıgan hem de daim görüldiğen kesellerini qandaq deymiz. 那么在这里呢，老师要说一下
biz mushu numur algan vaqtimizda özümüzdeki qaysı bölümge kirdiganligimizni özümüz deymiz. Shuning uchun bu yerda biz cho'qim mushu mazmunlarni pishiq bilishimiz kerak.好，unda bo'lsa 我们来看一下，bu yerda bu 这个科室 bölümlerini qanchaga ayırıp tuqtaymiz? 7个 7 bölüm. 那我们来看一下，第一个内科 ishki kasalliklar bölümü. Qandaq kasallik nəriniz ağrısa o ishki kasalliklar bölümüge təvə buludu. 那我们来看，第一个是呼吸内科，呼吸内科 nefes。那就是说，你呼吸道出现问题，你呼吸mesela mushu nefes algan vaqtingizda yoki o'pkingiz yoki ma'lum bir joylaringiz beyaram bo'lgan vaqtida mushu nefes bilan munosabatlik bo'lgan yeringiz beyaram bo'lgan chaqda 你可以去呼吸内科。那么 biz 挂号degan vaqtimizda 我们首先要挂的是内科，然后是呼吸内科 deymiz. Andan keyin 内分泌科。内分泌科deganimiz ishki ajratma kasalliklar bölümü. ishki ajratma kasalliklar bölümü. 那么第三个呢是神经内科，神经内科 mushu nervi kasalliklar bölümü. Lekin bu nervi kasal deganimiz bu shu ilaqa sarang degan gap emas. Shinjing deganimiz bir shu mening ma qo'lim tutmaydigan bo'lib qolyapti yoki bo'lmasa qo'llarim, putlarim uyushib, andan keyin mana ig'ir narsani ko'taramaydigan, ma bir qo'limni bunda qilsam og'riydigan, xo'ja shu ma yuzimniki bundaq bir sezimlari toza yaxshi bo'lmaydi. Bütün yüzüm, chiroyim tortishib qolyapti degandek bundaq bir ahvollar bo'lib qolgan bo'lsa, balkim nida moviga shinjing chuli venti. Balkim sizningki mushu ma'lum bir nervi mushu tumorlarimizda masal chiqqan bo'lishi mumkin. 那这时候我们要去的就是神经内科。Mesela bu yerda bir misal alsak, 有些人这个颈椎非常的不好，颈椎 deganimiz miyadagi umurtqa. Umurtqa 如果你的颈椎病非常严重, ig'ir bo'lib qolsa, 那么本来应该是这种状态的这个颈椎，它可能就变成这种状态，或者是这种状态。Mındaq to'g'an chaqda miyadagi nervlarni qanday qildi deymiz? Besib oladi, to'sib oladi tumorlarni. 那这个时候你的这个手 或者说 balkim sol qo'l, balkim o'ng qo'l 会出现这个血液循环不畅的问题。 那bu yerdagi qon aylanish yaxshi bo'lmaydi. Qon aylanish yaxshi bo'lmagan vaqtida uyushadigan ahvol paydo bo'ldi. Bu uyush agarda buni diqqat qilmasak, vaqt uzargan sari yashuni 这个手就用不了了. Balkim bu qo'lingiz qadin chiqishi mumkin. Shuning uchun bu narsalarga biz cho'qim ahamiyat berishimiz kerak. Andan qarsak shin neyke, shin degan börek. 那就是 börekte masal chiqsa, börekingiz ağrısa, 你要去肾内科。消化内科，消化内科 deganimiz hazm qilish,这个消化 degan hazm qilish. 那消化内科就是说 hazm qilish cisimlaringizdan beraber çatak chiqib qolsa, 你就可以去消化内科 degan gap. 那心内科，心内科就是 yurakninki mushu ishki kasalliklar bölümü. 你要是心脏不舒服，那你可以去心内科。好，那么mushu内科ning ichida mushu ishki kasalliklar bölümüge tava bo'lgan doim ko'riladigan kasallardan nima bor? Kanmo, zukam, 发烧, qizib qilish, 拉肚子, ich surish, 高血压, yuqori qon besim. 那低血压 bo'lsa bo'laverdi, tuvan qon besim bo'lsa还是这个内科。 心脏病, yurak kasal, 高血脂, 高血脂 degan yo'q, mushu qonda may moddasi yuqorilab ketgan. Andan 气管炎, qon yollig'i, 哮喘, zig kasali, 肺炎, mushu o'pka kasal, o'pka yollig'i, 胃炎, oshqozon yollig'i qatorliq. 那么这些情况下我们都要去内科. Mushtaq kasallar bo'lib qolsa, ishki kasalliklar bölümüge barmiz. Endi ikkinchisiga qarasak, 外科 tashqi kasalliklar bölümü. 普通外科 odatdagi tashqi kasalliklar bölümü. 那么泌尿外科 mushu suduk ajratma kasalliklar bölümü, tashqi kasalliklar bölümü. 胸外科 ko'krak tashqi kasalliklar bölümü. Mazoy科 deganimiz narkozlantirish kasalliklar bölümü. 那么这个麻醉的时候，我们什么时候要麻醉啊？ Odatda operatsiya qilishdan burun narkozlantirdi
那么这个时候我们要去的就是麻醉科。心外科유렉 tashqi kasalliklar bölümü, andan血管外科 tumor, kan tumor tashqi kasalliklar bölümü,骨外科 so'ngak tashqi kasalliklar bölümü qatorliq. 那么不也的qarsak balkim我们会想啊，这个什么胸外科呀、心外科bayam内科能ishidimi bu yurakning ishishi ekan. 外科能ishidimi yurakning ishishi ekan. Bu qanday qilamiz? 外科疾病大致可分为5类. Tashqi kasalliklar bölümünü odatda biz 5 turga ayıramiz. Agarda sizning ahvolingiz mushu 5 turning ichiga kirsa, o vaqtida siz mushu tashqi kasalliklar bölümüge kirsangiz bo'ladi. Birinchisi 创伤. 创伤. 那么创伤deganimiz就是zaxmlanish. Ma'lum bir yeringiz yerilib ketdimi? Yoki bo'lmasa yiqilib bir yeringiz usib oldingizmi yoki qanday qo'ldingiz ish qilib badaningiz jarohat bo'lgan vaqtida 你就要去的是外科。第二个是感染 yalluqlanish. Ma'lum bir yeringiz yalluqlanib qolgan bo'lsa 你应该去外科。肿瘤 肿瘤degan o'sma. 那就是o'sma, mushu badaningizda o'sma paydo bo'lib qolsa, bordig'iningizmi yanala 外科。Andan 畸形 deganimiz 就是说你的这个身体呢出现了一些变化. Mushu badaningizda bir xillik g'alati o'zgarishlar paydo bo'lib qoldi, normal emas, benormal bo'lib qolgan chog'da. Masalan, bir uxlab qo'paplanma qo'lam yig'ilib qoldigan, andan keyin menda qo'yib qoldigan yoki bo'lmasa qo'lam ishlamaydigan, tortishib qolgan degandek menda qo'yib qilish. Yoki bo'lmasa shang'iliqi bir menda o'silish, yetilish jarayonida masalan puti menda fayu bo'lmagan, tarix qilmagan, qog'a yerlari normal, 但是 mechiliklan puti bor degandek, 或者说其他的地方，比如说像那个兔唇的 to'shqan eg'iz deb qo'yamiz, 像这些它全部都是属于什么呢？外科。这些都是外科啊。Yani 最后一个是功能障碍。功能障碍就是 ma'lum bir yani iqtidoridan chataq chiqsa, 那你就要去的是外科。好，第三个是妇儿科。妇 degan ayol,儿 degan bola. 那妇儿科就是 ayollar, bolalar bölümü. Bunun da 3 bor. Birisi chanko, tug'ut bölümü. Mushu tug'moqchi bo'lsangiz yoki mushda amildor ayollarning bordig'ini yengashi chanko. Andan keyin arko. Arko deganimiz 是 bolalar kasalliklar bölümü. 那妇科 deganimiz 就是ayollar kasalliklar bölümü. 好，第四个是五官科。五官指的是这个 besh a'zo bölümü. Bu yerda qaysi besh a'zo desak, 一个是眼睛，眼科。口腔科 eg'iz bo'shlig'i, 口腔科. Andan keyin 是耳 quloq, 鼻 burun, 喉 kekirdak. 这个呢是属于这个五官科里面的。那么bu yerda biz doim ko'riladigan kasallardan nima desak, chingguang-yen. Chingguang-yen. Bu chingguang-yen degan qandaq bir kasal desak, giribda bo'lib baqqan odamlar biladi. Odatda nurdan qo'rqaydigan, mushtaq nurliq yerlarga kelgan vaqtimizda ko'zi ocholmaydigan, yo bo'lmasa besh og'riydigan, besh qiydigan, ko'ngli ilishadigan ahvollar bo'lsa, 这就是chingguang-yen. Andan jiaomo-yen. Jiaomo-yen deganimiz mushu munguz pardasi yollig'i. Nima 主要是 ne desak, mushu ikki ko'zningki mundaq bulung'i, mishada bir parda bo'ladi. O'sha parda yollig'langan vaqtida balkim ko'zimiz qip-qizil bo'lib, miya qichishib, andan keyin ashta bo'lgan vaqtida nega 就是jiaomo-yen. 口腔溃疡，口腔我们知道是 eg'iz bo'shlig'i. 溃疡deganimiz yara. Na eg'iz bo'shlig'imiz butun yara bo'lib ketgan bo'lsa, masalan bu 口腔溃疡 kimda jiq bo'ladi desak-chi, 小孩子 bo'libmi shu buvoq bolalarda ko'p uchraydi va iliq eg'izning ichiga har xil bunda o'yilib ketibdi deb qo'yamiz, yo bo'lmasa kichik bir narsalar chiqib tomoq yeyolmay shu yig'laydigan ahvollar bor. Nigina 就是这个口腔溃疡。溃疡 degan shu badanda yara bo'lgan chog'da 溃疡 deymiz. 比如说 oshqozon yarasini nima deymiz? 胃溃疡. 胃溃疡 deydi. Andan keyin 后面一个是龋齿。龋齿 deganimiz ma tishimiz chirishib ketgan bo'lsa, 那就是龋齿 bo'ldi. 那么 kichik bolalarga 少吃糖 deydi. Nimishqa
campni az deymiz，就是因为很有可能会得这个龋齿。然后呢是鼻炎，鼻子degan burun，那么炎degan yalluq，那鼻炎就是 burun yalluqi。And then 中耳炎，我们说 kulak yalluqi，这些呢是五官科。第五个皮肤科。皮肤科就是 teri kasalliklar bölümü。那么bu非常简单，mushu teringizda qandaq bir kasalliklar alomatini ko'rsangiz，你都可以去皮肤科。Mesela 这个地方常见的疾病doim ko'rilgan kasaldan 3ni debdik，麻疹、白癜风、足癣deb。麻疹deganimiz就是这个 qizil，还有那样是水痘deb qo'yamiz qo'y chechak degandek，等等。然后还有这个白癜风，白癜风deganimiz oq kasal。oq kasal就是那个 terisinin üstünde apak bo'lib qoldi，一块一块的白白的，那个就是白癜风。那么足癣，足癣deganimiz shu足degan putimizningki ustida terisi tushib yo bo'lmasa qichishib anan degan bir xil tamiratga deb qo'ydi endi. 那么 put tamiratgisi deb tushunsakmi bo'ladi. 好，这个就是足癣。那么 qo'limizga anaqa tamiratkilar chiqib, anakin qichishib, teri tashlab anaqa bo'lib ketgan bo'lsa， 就是手癣bo'lib mangdi。好，这是皮肤科。第六个呢是医技科室。医技科室。Bu医技科室larda nima ish qilamiz desak, hozir miyaga医技科室dan berishki 3, 4, 5, 6, 7. 7ni bir misolga olibdik-ku. 好，病理科、超声诊断室、放射科、放疗科、检验科、电镜室、输血科输血科，这些全部都列出来了。那么bularninki mushu uyg'urcha ismlariga qarasaqmi balkim tazi tushunib bo'lolmasligimiz mumkin。那么一般情况下像这个病理科deymiz，它是做什么呢？ Masalan mushu suvaklarimizdan ancha-muncha chataq chiqqan bo'lsa， 比如说mushu颈椎病， mushu umurtqa taza yaxshi bo'lmagan vaqtida operatsiya qilishning hojati yo'q, faqat mundaq iliqi ugulab turib o'ngshaymiz degan bo'lsak， 那么这时候我们就是要去什么呀？病理科。andan keyin像那种qiziq o'tkazadigan kavden deymiz， andan keyin cheyin mundaq bo'ynini isib qo'yadigan。像这些时候mushu ugulab turib yo bo'lmasa tutib mijib mundaq qilib turib davolaydigan bo'lib qolsak， 要去病理科。那超声诊断室，这个超声诊断室，它可能就是一些超声波检查deymiz ku， aşılarga baramiz。 那么像这个超声诊断室、放射科、放疗科、检验科、电镜室，这些全部都是doktor bizga yozib berdi. Miyaringizni tekshirtib, ayaringizni tekshirtib deb. Nima o'sha yerlarga boramiz. Masalan, u shoda shumi CT ya, balkim o'zimiz ko'rmagan bo'lsakmi, deyishida bir ko'rib boqqan bo'lishimiz mumkin. Mundaq bir yo'g'on bir qaznaq o'xshash Anan degan odam ustida yotadi, ashning ichiga akir ketib, anan degan yondirib chiqadi, bir tekshirib chiqadi. 像这些内容就是这个放射科、放疗科能shidagi narsalar。那么最后一个这个输血科就是 qon berish bölümü， 这是医技科室。最后一个是其他科室，其他科室 başka bölümler。第一个急诊科，急诊科就是 ciddi kasalliklar bölümü， değil mi? İkincisi 康复医学科。 康复医学科一般情况下 palashib qolgan odamlarni mushu 康复医学科 mushu bölümge bölüdü. 那么u yerda我们会有什么？ Shu 6-cı医技科室ichidagi 病理科 mushu 康复医学科ichida cho'qim bog'lab mangdi odatda。最后一个是心理医学科，那就是psixi chataq chiqqanlar 就可以去这个心理医学科 degandek。 好，这个就是我们第一部分的目标。 lekin 非常的重要，还是那句话，没有不生病的人，kasal bo'lmaydigan odam yo'q。 Bu narsalarni bilish bizningki hozir nima bo'lib qoldi, bir ehtiyojimiz bo'lib qoldi ya。 所以呢，希望同学们能够好好学习，天天向上。好，那么在最后跟着老师把这所有的科室一起读一遍。 Onda hosa başladık。 第一个内科，呼吸内科，呼吸内科，内分泌科，内分泌科，神经内科，神经内科，肾内科，肾内科，
消化内科，消化内科，心内科，心内科。常见疾病，感冒，感冒，发烧，发烧，拉肚子，拉肚子，高血压，高血压，心脏病，心脏病，高血脂，高血脂，气管炎，气管炎，哮喘，哮喘，肺炎，肺炎，胃炎，胃炎。好，第二个外科，普通外科，普通外科，泌尿外科，泌尿外科，胸外科，胸外科，麻醉科，麻醉科，心外科，心外科，血管外科，血管外科，骨外科，骨外科。那么外科疾病大致可分为5大类：创伤、创伤、感染、感染、肿瘤、肿瘤、畸形、畸形、功能障碍、功能障碍。第3个妇儿科，产科、产科、儿科、儿科、妇科、妇科。第4个五官科，眼科、眼科、口腔科、口腔科、耳鼻喉科、耳鼻喉科。常见疾病，青光眼、青光眼、角膜炎、角膜炎、口腔溃疡、口腔溃疡、龋齿、龋齿、鼻炎、鼻炎、中耳炎、中耳炎。第5个皮肤科，常见疾病，麻疹、麻疹、白癜风、白癜风、足癣、足癣。第6个医技科室，病理科、病理科、超声诊断室、超声诊断室、放射科、放射科、放疗科、放疗科、检验科、检验科、电竞室、电竞室、输血科、输血科。第7个其他科室，急诊科、急诊科、康复医学科、康复医学科、心理医学科、心理医学科。好，那么在最后老师呢再提醒一下，yana bir azroq eskartib qo'ysam, odatda biz doktorxonaga berib mush tekshirtgan vaqtimizda doktor sizga 比如说mushu B 超或者是核磁degan narsalarga bir tekshirtib chiqing degan bo'lsa, 他会告诉你去哪一栋楼，masalan去旁边，masalan 10 bino degan bo'lsa, 去10号楼的这个放射科，放射科和 kirib men tekshirtib chiqing deydi, ya bo'lmasa 放疗科和 kirib tekshirtib chiqing deydi. 那么这时候你就要知道放射degan nima demay. Hozir o'rganib bo'ldik. Nima mushu narsalarning hammasi tasga demay turib, esimizda ching saqlashimizni umid qilaman. 好，那亲爱的同学们，今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。